Azərbaycan Ermeniyanın işğaliyetidən azad qalğan Tağlıq Qarabağdakı yazılarning birida oradan 28 yil o'tgandan keyin tunji qitim azon o'qilib, yerlik musulmon xalqining yuraklari yayrab ketdi. Bexatarlik tadbirlari ko'zda tutilib, ismi e'lon qilinmagan yazıda Azərbaycan askarlari bu tarixiy paytni mangulik xotir qoldirish uchun yomg'irdak to'kilayotgan xo'shallik ko'z yoshlari ichida sin ko'rinishga oldi. Maşallah, maşallah. Vay be, bir salavat çök.